Sayohat qilishni istagan har bir o'zbek bolasi borki, Turkiyaga borgan yoki eshitgan. Turkiya deganda aksar borganlarning xayoliga faqat Istanbulning balandpast yo'llari, street foodlari, shirinliklari va Antaliyaning dengizi xayoliga keladi. Bugun esa Turkiyaga umuman boshqa rakursdan qaraymiz, fikr qolipidan chiqamiz va 5 ta manzil haqida ko'rib chiqamiz. Aspendos teatri. Bir qarashda Rimni eslatib ushbu teatr 2000 yillik tarixga ega. U Rim imperatori Marcus Aurelius davrida qurilgan. Bugungi kungacha deyarli asl holatini saqlab qolgan. Rim teatrlari orasida eng mashhurlardan biri sanaladi. Teatrni Yunon Rim imperatori Zenon loyihalashtirgan. Akustikasi shu darajada mukammalki, men gapirib turgan ovoz hatto tepada ham eshitiladi. Rivoyatlarga ko'ra, bu teatrni shohning qiziga uylanish uchun qurib bergan. Teatr bir vaqtning o'zida 12 mingdan 15 ming kishigacha tomoshabinni qabul qila olgan. Bu o'sha davr uchun eng katta inshoot hisoblangan. Eng qizig'i, u teatr hech qanaqa maxsus toshlardan emas, o'sha joydagi mahalliy toshlardan qurilgan. U hozirgacha foydalaniladi. Bu joyi o'z holatida saqlanib qolishiga 8-asrda Saljuqiylar bu joyni aynan saroy sifatida ishlatishganligi sabab bo'lgan. Bu joy bir vaqtda o'zida 15 ming kishini sig'diradi deb yozib qo'ygan bo'lsa ham, men o'zimni hisob-kitoblarim bo'yicha bu joy 8 mingtadan oshiq odam sig'dira olmaydi, lekin akustikasiga gap yo'q. Pastdan gapirilayotgan ovoz tepagacha ham haqiqatan eshitilyapti. Ulug'bek aka, tasavvur qiling, mana shu Aspendosda, amfiteatrda qachonlardir odamlar o'tirib, har xil shoular ko'rganda, даже shunchalik zo'r sahnaga chiqqanki, endi tasavvur qiling, 15 mingta odam o'tirgan, mana shu sahnada o'sha davrda o'tirib, har xil shoular ko'rgan. Imенно hozirgi kunda odamlarda shu imkoniyat bor, kelib oldingi eski zamondagi odamlar o'tirgan joyda siz ham o'tirib, har xil shoular ko'ra olasizda. Devorlardagi saqlanib qolgan odam qarang, naqsh специально такой римского, да, то есть Vizantiya, Anatoliya, shu cho'tga saqlanib qolgan. Zinani o'rtalarida sherlar chiqarganda, sherlar chiqib pastga tushib boradi. Agar sizlarga shunaqa turlar kerak bo'lsa, Ulug'bek akaga murojaat qilasizlar, sizlarga tashkillashtirib beradilar. Kelib, masjidni ko'rib ketish imkoniga ega bo'lasizlar. Vashi zo'r. Atmosferani kelib ko'rish kerak-da. Просто tasavvur qiling, devorlarda mana shu tarix polностью singib ketganda, uni o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ko'ringlar. Agar sahnani bor rangida ko'rmoqchi bo'lsangiz, kunduzi keling. Agar opera va baletga qiziqsangiz, kechqurun keling. Odatda konsertlar sentyabrdan boshlanadi. Aytgancha, Antaliya markaziga yaqin, atigi 45 kilometr. Bir kunda ulgursangiz bo'ladi. Biz esa ikkinchi lokatsiyaga ham ulgurishimiz kerak. Ketdik. Nima qizuv desa, mumkin emasligi qizuv deydi-yu, taqiqlanganligi qizuv. YouTube'ga ham olish unaqa oson emas ekan, men o'ylaganimdek. Qiyinchiligi bor ekan, o'ziga yarasha. Ko'pchilik Turkiyaga faqat dengiz uchun keladi, lekin bu yoqda shunaqa ko'l borki, uni ko'rgan odam Maldiv orollariga o'xshatadi. Lekin aslida bu salda ko'li. Suvning rangi shunchalik tabiiyki, moviy va tiniqki, hech qanaqa filtr kerak emas. Oqartoshga o'xshagan oppoq qirg'oqlari bo'lsa, ko'lni dunyodagi eng noodatiy manzaralardan biriga aylantirgan. Mahalliy aholi bo'lsa, buni Mars ko'li deb ham atashadi. Chunki NASA olimlari aynan shu ko'lni o'rganish uchun bu yoqqa kelishgan. Sababi, salda qirg'og'idagi minerallar va jinslar Marsdagi Jezero kraterining jinslariga juda o'xshaydi. Bu tunuvligini qaranglar. Buni bekorgacha Turkiyani Maldiva deyishmas ekanda. Bundagi plyaj bo'lsa, bu qum emas. Bu gidromagnetit, ya'ni minerallardan tashkil topgan ekan.
Ayrim aholi bu ko'lni shifobaxsh deb hisoblashadi, lekin bu tibbiy tarafdan hali isbotlanmagan. Keyin bo'lib ham NASA ham bu ko'lga qiziqib qolgan. Chunki bu ko'ldagi bor minerallar Marsdagi minerallarning eng yaqin analogi hisoblanadi. Lekin bu ko'lning ba'zi joylari ekologiya nazorati tarafidan yopib qo'yilgan ekan, u yoqqa kirish imkoniyati bo'lmadi. Kirish imkoniyati bo'lgan joylarni batafsil hamma yog'ini ko'rsatishga harakat qildik. Keyingi lokatsiyani ham ko'ring. Shuning uchun bu yoqqa kelganingizda faqat chiroyli surat emas, balki millionlab yillar davomida shakllangan noyob tabiat mo'jizasini ko'rasiz. Tasavvur qiling, siz hozir 2000 yildan beri eski shaharda yuribsiz. Bir paytlar minglab odamlar bu yerda yashagan, savdo qilgan, teatr bo'lgan, issiq buloqlardan davolangan. Bu Hierapolis. Shahar miloddan avvalgi 2-asrda Pergamon podshohligi tomonidan barpo etilgan. Keyinchalik bo'lsa Rim imperiyasi davrida u Anadolu hududidagi eng boy va nufuzli kurort shaharlardan biriga aylantirilgan. Shahar ichidagi eng mashhur inshootlardan biri Rim teatri. Joylashuv qarang. To'g'rida tog' toshlar, undan keyin Pamukkale, undan keyin bu yerda teatr. Bir vaqtda o'zida 12 ming kishini sig'dira olar ekan. Ana nima she'rlarni chiqaradigan joyimi? Qariyb 2000 yildan o'tgan bo'lsa ham, uni sahnasi tomoshabin o'rindiqlarining katta qismi hanuzgacha saqlanib qolgan. Bir vaqtda o'zida 12 ming kishini o'ziga sig'dira oladigan ushbu orqamdagi teatr miloddan avvalgi 2-asrda, Eomenes 2 davrida qurilgan. Va bilasizmi nima? 6 sinfda o'qimagan tariximni 29 yoshga kelib, o'zim ko'zim bilan ko'rib o'rganishga majbur bo'ldim. Shunaqa gaplar. Mani ko'proq bilasizmi nima qiziqtiryapti? Bu teatrga necha kishi ketishi, nechinchi, qaysi asrda kim tomonidan qurilganligi emas, qanaqa qurilganligi. Va bizdan oldingi odamlar sivilizatsiyaga biz yetib keldik desak, ular bizdan qanaqa oldinda bo'lib turib bunaqa konstruksiyalar bo'lganligi, qanaqa mana shu tonna keladigan toshni ko'tarib, mana shu katta teatrlar qurishganligi qiziq bo'ldi. Balkim biz maymundan yaralmagandirmiz, maymundan tarqamagandirmiz. Balkim bizdan oldingilar sivilizatsiyasi, ularning konstruksiyalari bizanikidan yuqoriroq va yaxshiroq bo'lgandir. Nima deylar? Ayniqsa ana turgan katta toshni ko'rib gap yo'q. Balkim bizga o'qitishgan tarixiga sal noto'g'ridir. Bilmadim. Yana bir hayratlanarli joy bu nekropol, ya'ni qadimdagi qabriston. Bir qarashda toshlar randomli shuni chochilib yotganga o'xshaydi. Lekin bularning ba'zisi oila uchun qurilgan, ba'zisi podshohlar uchun qurilgan va ba'zisi yuqori lavozimdagi ishchilar va ba'zilari xalq uchun qurilgan o'sha qabristonlar ekan. Har bitta qabr toshda uni yashab o'tgan hayoti, tutgan kasbi, uni qiziqishlari va ega bo'lgan mol davlati, xullas hammasi mana shu aynan toshga yozilgan ekan. Ichini ham ko'rsataman. Qabrtoshlar 9 kishiga mo'ljallangan ekan. Agar oiladan bu kim vafot etsa-yu, lekin 9 kishidan ko'p bo'lsa, unda oldinroq vafot etganlari aynan o'sha qabrtoshni tegiga ko'milib, yangi vafot etgan odam 2-chi, 3-chi polkalarga qo'yilar ekan. Bu bo'lsa, har doimgidek oddiy xalqniki. Bu yerda 1200 dan ortiq qabr va sarkofag mavjud. U Turkiyadagi eng katta qadimgi qabristonlardan biri hisoblanadi. 1988-yildan buyon Hierapolis va Pamukkale birgalikda UNESCO Butunjahon meroslar ro'yxatiga kiritilgan. Turkiyaga kelib turib, tualetda syomka qilaman deb o'ylamagan edim. Endi umumiy hisobda bu nafaqat tualet, balki hammom va odamlarni hatto gaplashib, kelishuvlar qiladigan joyi
deb yozgan ekan shunaqa tarixda. Agar bu joyda kimdir vafot etsa, ularni ko'mishsa, ikkita tangani ishlatishgan ekan. Birisini og'ziga solib qo'yishgan ekan, ikkinchisini o'ng qo'liga qo'yib qo'yishgan ekan. U narigi dunyoda ishlatadi degan e'tiqodligi bo'lgan ekan. Ha, aytgancha, 4-lokatsiya bu Pamukkale. Pamukkale so'zi o'zi pamuk paxta, kale paxta qal'asi degan ma'no. Xuddi bu qaraganingizda to'liq oppoq paxta bilan o'ralgan qal'aga o'xshaganligi uchun shunaqa nom qo'yilgan ekan. Joyim shu bo'ldi-da. Oppoq, mana qarasanglar-chi. Tasavvur qiling, uzoqdan qarasangiz xuddi bir qor bilan qoplangan tog'ni ko'rasiz. Ammo havo 40 daraja issiq. Bu qor emas, bu Pamukkale. Toshlarni bu darajada oppoqligi, tarkibida kalsiy borligi va shunaqa katta terrasalar paydo qilganligi odamni shunaqa o'ziga jalb qilar ekan. Haqiqatan oppoq, haqiqatan qor ichiga tushib qolganingizdek, lekin muzda emas. Suvni do'shini eslolsam, bu oppoq terrasalar odam qo'li bilan emas, minglab yillar davomida tabiat mo'jizasi bilan hosil bo'lgan. Yer ostidan chiqadigan kalsiyga boy issiq mineral suvlar qiyalikdan oqib tushadi va suv bug'lanib ketgach kalsiy karbonat hosil qiladi va asta-sekin siz ko'rib turgan oppoq traversinlar hosil bo'ladi. Bu jarayon hozirgacha ham to'xtamagan, davom etyapti. Ya'ni siz ko'rayotgan manzara hanuz tabiat tomonidan qurilyapti. Suvni harorati manbasiga qarab 35 gradusdan hatto 100 gradusgacha ham yetadi. Lekin sayyohlar yuradigan hovuzgacha kelguncha u ancha soviydi va xavfsiz bo'ladi, hatto foydali ham bo'ladi. Har yili bu yerga 2 milliondan oshiq sayyoh keladi. Bu Pamukkale'ni Turkiyaning eng mashhur tabiiy mo'jizalaridan biriga aylantirgan. Bugungi kunda bo'lsa, ko'p joylarga faqat yalang'oyoq yurishga ruxsat beriladi. Chunki oddiy oyoq kiyimda bu nozik qatlamga zarar yetkazishi mumkin deb hisoblashadi. Agar sizlar ham Pamukkale'ga, ya'ni paxta qal'asiga kelmoqchi bo'lsangiz, imkon bo'lsa kechroqni mo'ljallab kelinglar. Chunki kechroq bu yoqqa quyosh tushganda atrazeniya ko'tarilib, pushti rangi kirar ekan. Juda ajoyib atmosferaga kirar ekan. Hozirgisi ham yomon emas lekin. 1988-yilda Pamukkale va uni tepasida joylashgan qadimgi Yerapolis shahri UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Eng qiziq tomoni shundaki, dunyodagi butun oppoq traversiyalar juda kam uchraydi. Aytgancha, bu lokatsiyaga bemalol bolalaringiz bilan kelsangiz bo'ladi. Birgalikda ko'rasiz, maza qilasiz. Hatto bolalar cho'milish imkoniyatiga ham ega. Har mana shunaqa joylarni ko'rganimda shu toshlar qancha tarixga guvoh bo'lgan ekan deb o'ylab qolaman. Turkiyaga kelib, mana shunaqa 1-2 kilo semirib ketmasa, hisob emas. Bo'lmasam Turkiyaga kelmagan hisoblanasiz. Qarang. Servisni turklarda yorib qo'yishadi. Bizda ham qolishmaydi, lekin mana buni ko'ring. Suv, ekmek, salat servisiga lekin besh ketdi. Sizlar ko'rib turgandek shirinlik. Как же без этого? Choy bilan a. Va lokatsiyaning oxirgisi sizlar ko'rib turganinglardek Afyon Karahisar muzeyi. Ketib kiramiz.
Afyon Karahisarga kelgan sayyohlarning aksariyati bu qal'ani ko'radi, lekin shaharning asl tarixini tushunmoqchi bo'ladi, lekin tushunmaydi. Buning uchun biz Afyon Karahisar muzeyiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu oddiy muzey emas, bu yerda 5000 yildan ortiq tarix bor va 5 qavat bino ichiga jamlangan. Sayohat bronza davrida boshlanadi. Keyin esa Hitlar, Friglar, Liziyaliklar, Forslar, Rim, Vizantiya, Saljuqiylar, Usmoniylar va hatto Turkiya Respublikasining ilk yillargacha bo'lgan tarixni ketma-ket ko'rsangiz bo'ladi. Go'yo vaqt mashinasining ichida o'tirgandek bo'lasiz. Muzey o'zi ham tarixiy. U ilk bor 1933-yilda ochilgan, lekin zamonaviylashtirish uchun 5 qavatli bino 2023-yilda foydalanishga topshirilgan. Interaktiv ekranlar, realistik manekenlar va multimedia vositalari tufayli tarixni shunchaki o'qimaysiz, uni his qilasiz. Oldindan ushbu Afyon Karahisar qal'asi ushbu shahar yashovchilariga, aholisiga juda katta xizmat qilgan ekan, aynan harbiy masalada. Ya'ni agar urush boshlanib qolgudek bo'lsa, mana shu aholi tepaga qarab qochishni bilgan ekan. Ya'ni bu tarafdan himoya zo'r bo'lgan ekan. Mana bu gullarni katta qilib yasab qo'yishibdi. Ko'pchilik ko'knori deganda faqat giyohvand moddalarni tasavvur qiladi. Lekin Turkiyaning Afyon Karahisar shahrida bu o'simlik butun boshli tarix va madaniyatning bir qismiga aylanib bo'lgan. Buning sababi shahar nomining o'zida yashiringan. Afyon so'zi turk tilida opi degan ma'noni anglatadi. Asrlar davomida bu hudud dunyodagi eng mashhur ko'knori yetishtiriladigan mintaqalardan biri bo'lgan. Muzeydagi hash-hash bo'limi bo'lsa, aynan shu tarixni bizga hikoya qilib beradi. Bu yoqda ko'knorni qanaqa yetishtirilishi, qanaqa siqib olinishi va qanaqa mahsulotlar tayyorlanishi bosqichma-bosqich ko'rsatilgan. Hatto qadimda opi qanday usulda olinishi ham tarixiy asbob-uskunalar orqali tushuntirilgan. Lekin eng qizig'i shundaki, bugungi kunda Turkiyada ko'knori yetishtirish qat'iy davlat nazorati ostida amalga oshiriladi. Fermerlar faqat uni maxsus ruxsat bilan ekishi mumkin. Yetishtirilgan hosilning asosiy qismi bo'lsa noqonuniy maqsadlarda emas, aynan tibbiyot sanoatida ishlatiladi. Uni og'riq qoldiruvchi sifatida, dori sifatida va xom ashyo sifatida olinadi. Bundan tashqari ko'knori urug'lari Turkiya oshxonasida juda mashhur. Non, somsa, shirinlik va hatto ayrim taomlarga ham qo'shiladi. Ayniqsa Afyon Karahisarda hash-hash ezmasi degan maydalangan ko'knori pastasi bor va buni mahalliy nonushtalarning ajralmas qismi deb hisoblasangiz bo'ladi. Shuning uchun Afyonda ko'knori haqida gap ketganda bu yorliklarni giyohvand modda emas, balki 1000 yillik qishloq xo'jaligi tibbiyot gastronomiya merosi sifatida ko'rishadi. Bundan tashqari bo'lsa, siz uchun bu stereotipni sindiradigan faktlardan biri bo'ldi. Buni nomi Afyon Karahisar nomi ham aynan shuni sharafiga qo'yilgan. O'zi bu yoqdagi mahalliy aholi hash-hash deyishar ekan, ingliz tilida poppy deyiladi, yomon ma'noda foydalanmaysizlar va bu narsa aholining hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ba'zilar tibbiyot sifatida foydalangan bo'lsa, o'zi umuman olganda bundan yog' olishda va mak olishda foydalanishgan. Buni ekim uchun, terim uchun xizmat qilayotgan so'raylar faqatgina ish haqqigina olishgan xolos. Va tushunasizda, o'sha paytlar bu narsa mutlaqo qonuniy hisoblangan. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Sizga foydali va saviyali ma'lumot berishga ulgurdim deb o'ylayman. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasiz va keyingi videolarda bizga chiqishimiz uchun qo'llab-quvvatlashni unutmang. Yaxshilikda ko'rishguncha salomat bo'linglar.